Barchaga salom do'stlar. Agar dunyodagi eng kuchli samolyotlar reytingi tuziladigan bo'lsa, unda Amerikaning Northrop B-2 ko'rinmas bombardimonchisi albatta g'oliblar qatoriga kiradi. Ushbu samolyot ko'proq ilmiy fantastik filmlar uchun haqiqiy manzaraga o'xshaydi va g'ayrioddiy ko'rinishidan tashqari kuchli quroldir. Chunki u dushman shaharlari va harbiy obyektlariga yadroviy zarba berish uchun yaratilgan. Bombardimonchi samolyotning eng ajoyib xususiyati bu uning dunyodagi eng ko'rinmas samolyotligidir. Dunyodagi eng ko'rinmas samolyot qanday yaratilgan va u qanday tartibga solingan? Hamda nima uchun bu tarixdagi eng qimmat samolyot? Bugungi dasturimizda mana shu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob va tahorati buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq hal qilish mumkin. Vulkan erkaklar uchun tabiiy mahsulot. Buyurtmalarni O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish bepul. Ma'lumot uchun 71 kodi bilan 207 66 55 raqamiga murojaat qiling. B-2 ko'rinmas bombardimonchisining tarixi 1960-yillarda Vyetnam urushi paytida boshlangan. Amerika Qo'shma Shtatlari havo kuchlari havo urushida jiddiy qiyinchiliklarga duch kelgan. Bu esa katta yo'qotishlarga olib kelgan. SSR ko'magi bilan Shimoliy Vyetnam havo hujumidan mudofaa kuchlari shunday zich mudofaa tizimini quradilarki, Amerika bombardimonchilari chuqur zarba berish qobiliyatini deyarli yo'qotadi. Shundan keyin amerikaliklar aviatsiyaning omon qolish qobiliyatini oshirish zaruriyati, aniq jadval va parvoz tezligi yoki balandligini oshirish orqali vazifani bajarib bo'lmasligini tushunishadi. Aynan o'sha paytlarda Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy tadqiqot doiralari dushman radarlariga ko'rinmas uskunalarni yaratish g'oyasiga alohida e'tibor qaratadi. Bir necha yillar mobaynida Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ilmiy markazlarda ushbu mavzu bo'yicha faol tadqiqotlar olib boriladi. Natijada bir nechta o'ta maxfiy loyihalar ishga tushiriladi. Ulardan biri dushmanlarga ko'rinmaydigan og'ir strategik bombardimonchi samolyotini yaratish edi. Bombardimonchi samolyotning ishlab chiqarilishi 10 yil davom etdi va amerikalik soliq to'lovchilarga 22 milliard dollarga baholandi. Shuningdek, mashinani yuklash uchun yana 1 milliard dollar sarflandi. Kelajakdagi apparatlarning modellari shamol tunnellarida jami 100 kun o'tkazildi. Boshqaruv majmuasining dvigatellari 240 kun davomida sinovdan o'tkazildi va bort elektronika majmuasini sinovdan o'tkazish uchun umumiy 5 yil vaqt ketadi. 1982-yilda samolyotning prototipi havoga ko'tariladi va 1988-yilda Palm Day'dagi aviabazada ommaga taqdim etiladi. Biroq bu vaqtga kelib sovuq urush tugaydi. SSR parchalanib ketdi va Qo'shma Shtatlar dushmanini yo'qotdi. Samolyotlarning har biriga 3 million dollarlik qurol zarur edi. Shuning uchun hukumat rejalashtirgan 133 ta ko'rinmas samolyot o'rniga atiga 20 tasini ishlab chiqaradi. Rivojlanish harakatlarini hisobga olgan holda bitta samolyotning haqiqiy narxi 2,1 milliard dollarni tashkil qiladi. Bu esa tarixdagi eng qimmat samolyotdir. Unga texnik xizmat ko'rsatish narxi ham juda yuqori. Yashirin samolyot doimiy ravishda saqlanadigan mikrooqimga ega bo'lgan maxsus angarga muhtoj. Chunki qurilma quyoshning ultrabinafsha nurlaridan qo'rqadi. Bu esa korpusning radio yutuvchi qoplamasini buzadi. Dunyoda B-2 bombardimonchisiga to'g'ri texnik xizmat ko'rsata oladigan bir nechta havo bazalari mavjud. Samolyot 1994-yildan 2000-yilga qadar Amerika qo'shinlariga yetkazib berilgan. Birinchi marta B-2 bombardimonchisi 1999-yilda Yugoslaviyadagi urushda qo'llanilgan. Shuningdek, Iroq va Afg'onistondagi operatsiyalarda samolyotning yashirinlik funksiyasi ham qo'llanilgan. B-2 bombardimonchisi har birining quvvati 8,6 tonna bo'lgan 4 ta umumiy elektr dvigateli bilan jihozlangan. Maksimal jangovar yuki 18 tonna. Parvoz masofasi 11100 km. Maksimal tezligi soatiga 10,010 km ni tashkil qiladi.
Qanotlarining kengligi esa 52,40 metrdan iborat. Bombardimonchi samolyotning qurol-yarog'lari, yadroviy qurollar, oddiy bombalar, yuqori aniqlikdagi qurollar va qanotli raketalarni o'z ichiga oladi. Samolyot stels texnologiyasi yordamida yaratilgan. Uni havo nishonlarini aniqlash moslamalari juda qiyinchilik bilan ko'radi. Samolyotning tashqi yuzasi radio to'lqinlarini yuqori darajada singdiruvchi materiallar bilan qoplangan. Uning konstruksiyasi uchuvchi qanot sxemasiga muvofiq vertikal dum bo'lmagan holda amalga oshiriladi hamda bo'linuvchi qanotlar rol vazifasini bajaradi. Ular qanotning uchlariga o'rnatilgan. Samolyotning asosiy qismi alyuminiy va titanium qotishmalaridan, kam miqdorda poliamid va maliamidsiz matritsali uglerod tolasidan foydalanilgan holda qurilgan bo'lib, ular issiqlikka chidamlilikni oshiradi. Asosiy yuk ko'taruvchi komponent bu titanium bo'lib, u korpusning markaziy old qismida va tegishli orqa bo'linmalarida joylashgan. Titanium elementlari diffuz payvandlash va super plastmassa shakllanishi qo'shilishi bilan yaratilgan. Samolyotning 4 ta dvigateli har bir qanotda 2 tadan joylashtirilgan. Ekipaj a'zolari 2 kishini o'z ichiga oladi. Samolyotning kabinasiga kirish joyi zinapoyalar yordamida past qismiga o'rnatilgan. Shuningdek, qiruvchi 4 ta kompyuterdan iborat bo'lib, 2 ta nosozlik bilan ham ishlay oladi. Balandlikda hamda pastliklarda ham jangovar vazifalarni bajarishga qodir. Northrop B-2 Spirit samolyoti juda mukammal ishlab chiqarilgan bo'lib, qurolning imkoniyatlari va jangovar kuchini tasavvur qilish juda ham qiyin. Shuning uchun ham mashinaning texnik mukammalligi va go'zalligiga qaramay, biz B-2 bombardimonchisiga ish topilmasligini xohlardik. Qadrli do'stlar, video haqidagi o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, bir dona like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha